Assalomu alaykum Raybek. Kecha men UC lobbyga kirdim. Shat tushdim parashutdan qarasam. Bitta mashina o'tida uni oldiga bitta oyog'i ham yuribdi bitta odam. Qo'rqdim-da. Shat ketib oldim. Orqaga qaytmoqchi bo'ldim. Mana odam yo'qolib qoldi. Qarasam orqamdan o'tyapti-yu. Ular o'ta video tezlashib ketgan o'zlaring ko'rasizlar. Kirsa bo'lib bittiga sekin bo'lsin. Odam yem chaq qo'ydi brat. Qochdim. Oxiriga borib qarasam bitta mashina Shat yonimdan o'tib ketdi. Men ham qo'rqdim-da. Shat boshqa yerga qarab ketdi. Qarasam bittasi yotibdi. Ezib ketgandan keyin o'ldi. Keyin brat xuyet qildi. Undan keyin yana bittasi mashina ezib ketdim. Brat ham mashinada bekor tushdim degandira. Brat zo'rg'a qutulib qoldi. Brat qanday o'lganini bilmadi bori. Xullas borib oxiriga borgan bilan brat otib qo'ydi.